Boshlandimi? Chiquraymi? Men 100% bilaman, siz aldoqchisiz. Ha, aynan siz. Siz har doim o'zingizni men dars qilaman deb aldaysiz. Lekin siz buni payqamasligingiz mumkin. Bunga ahamiyat bermasligingiz mumkin. Shuning uchun bugun siz bilan o'rganish illyuziyasi haqida gaplashamiz. O'rganish illyuziyasi o'zi nima? Keling, men sizga buni misolda tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz soat 1 da dars qilishni boshladingiz. 10-15 daqiqa dars qilasiz va qanaqadir bilmagan so'z chiqib qoladigan bo'lsa, uni ChatGPT dan ko'raman deysiz. Lekin telefondagi boshqa xabarlarga chalg'ib, oxirida Instagramda Reels ko'rib o'tirasiz. Siz Instagramda 10-15 daqiqa vaqt sarfladim deb o'ylashingiz mumkin, lekin aslida orada soatlar o'tib ketishi mumkin. Buni hattoki telefoningizdagi ekran vaqtidan tekshirib ko'rishingiz ham mumkin. Bu vaqt illyuziyasi deyiladi. Misol uchun, biz yoqtirgan insonlarimiz bilan vaqt sarflayotganimizda bu vaqt juda ham tez o'tib ketayotgandek tuyuladi. Aksincha esa, yoqtirmagan insonlarimiz bilan 5 daqiqa gaplashish soatdek tuyuladi. Xullas, siz 10-15 daqiqa dars qilasiz va soatlab telefonda o'tirasiz. Sizga esa 3-4 soat dars qilgandek tuyuladi. Aslida esa dars qilgan soatingiz vaqti yarim soat ham chiqmasligi mumkin. Shundan so'ng odamlar ikki xil xulosaga kelishadi. Birinchi turdagi insonlar, men 3-4 soatlab dars qildim, lekin miyamga hech narsa kirmadi. Rus tili menga qiyinlik qiladi, men o'rgana olmayman deb o'ylashadi. Ikkinchi turdagi odamlar esa ular chindan ham o'zlarini 3-4 soat dars qilgan deb o'ylashadi. Ko'pchilik bu holatdan o'zi chiqib keta olmaydi. Chunki ular buni bexosdan qilishadi, ya'ni aslab qilishmaydi. Lekin yaxshi xabar ham bor. Mana shu ikkita texnika bilan siz chindan ham yaxshi, samarali dars qila olasiz va eng muhimi, to'g'ri bilim olasiz. Birinchi usul pomidor usuli. Bu usulda siz 25 daqiqaga timer qo'yasiz va 25 daqiqa ichida dars qilasiz. Keyin esa 5 daqiqaga timer qo'yib, u vaqt ichida dam oling. Xuddi shunday qilib 2-3 marta qaytarasiz. Ikkinchi usul muzli timer usuli. Bu usul oxirgi vaqt Instagramda juda ham katta trendga chiqqan. Bu usulda siz yoqtirgan ichimligingizni olib, uni atrofiga muz qo'yasiz va mana shu muz eriguncha dars qilasiz. Bu usulning eng zo'r tarafi, siz o'zingizga motivatsiya berasiz. Muz erib bo'lgandan so'ng yoqtirgan ichimligingizni maza qilib ichishingiz mumkin. Agar siz video qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, telefonga ham umuman chalg'imaysiz. Rus tilini tezroq va osonroq o'rganishni yana bir eng muhim usulidan biri Prepuz rus tili platformasida o'rganish. Chunki bu yerda sizga nazoratchi mentor beriladi. Nazoratchi mentor siz dars qilishingizni tekshiradi, haftada 3 marotaba sizga dars o'tadi. Opisaniyada siz uchun maxsus havola qoldirdik. Uni ustiga bosib, Prepuz kursi haqida batafsil ma'lumot oling. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing, kommentariy yozing va albatta bizga obuna bo'ling.